Yana qarasangizchi, вообще zo'r. Ko'pchilik bizdan 54-razmerli do'ykani so'rashyapti. Keldi, mana zo'r keldi. Rubashkamiz oji beji tsveti, yoqalari ham ajoyib, ichi ko'rinmaydi. Havo o'tkazadi. Bemalol 40-45 gradusda kiysangiz bo'ladi. Mana qarang, kir aylana rezinka, orqa tomonlari ham rezinka holatda. Kengligi ham juda ham yaxshi. Qarang, mana shu zo'rligi, uzunligi ham yaxshi. Mana ranglariga mosligini qarang. Mana bu yerda qanaqa gipyurlari bor, naqshlari bor. Bu mana bu ko'rinadi lekin, teli ko'rinadi. Rubashkasi ingichka, yoqasi ingichka holatda. Bel qismini o'lchab beramiz. Bel qismi cho'zmagan holatda 43 sm chiqdi. Cho'zilgan holatda cho'zilaveradi yana. Xo'p, buyodara tomonimizda 63 sm chiqdi. Son tomonini bitta o'lchab berish, son tomoni hop 35 sm chiqdi. Bo'y qismi esa bo'y qismi hammaga kerak bo'ladigan 1.5 sm chiqdi. Rubashkamizdan bitta ahamiyat berib, rubashkaning uzunligini ko'pchilik orqaga opadaman deydi-yu. Oldi tomoni 72, orqa tomoni pashti 80 sm sal yetar yetmas holatda bo'ldi. Yon tomoni aylanasini bitta ko'ring. Kengligini va mazza qilgan yozda bor-u. Qarang, 72 sm. Spushniy bo'lgani uchun Oversize modelimiz bu yelkasi mamutdan o'lchagan holatda 56 sm chiqdi. Yoqadan hisoblasak 81 sm chiqdi. Shunaqa zo'r do'lq olmoqchimisiz? Aynan bizga hozirroq bog'lanib, Telegram gruppamizga qo'shilib olib, nomeringizni qoldirsangiz biz sizga aloqaga chiqamiz. 12 ta viloyat bo'yicha Jizzaxga, Samarqandga, hamma viloyatlarga dastlabki xizmatimiz bor. Kelaverasizlar.